Assalomu alaykum. Shohjahon Yo'ldoshevning aziz obunachilari. Mana xudo xolasa Assalomu alaykum hammaga. Aktyori, Kattaqo'rg'onlik yosh umidli aktyorimiz Viktor Suxandon. Xudo xolasa bugun Amerikaga ketyapman. Keptilar, xullas birgalikda bitta narsani aytib o'tmoqchimiz. Dunyo bo'ylab 80 kun mobaynida Kattaqo'rg'onda Amerikaga ketyapman. Mana shu Jentrada o'rtoqlar. Mana shu Jentrada. Xudo xolasa Shohjahon nasib bo'lsa bu yilga bilmadim Afrikaga bormoqchimiz. Qayerga borasiz? Xudo xolasa aka Tailandga borish niyatim bor. Spark bilan Yevropaga aylanib keldi bak. Sparkingiz bor. Spark bilan bu yilga xudo xolasa-da Afrikaga boraylik, birgalikda boramiz. Spark legenda bo'lsa, nima deysiz? Bo'ladi lekin. Siz Bo'ladi. bilan o'zi ketaveramiz aka. Bo'ladi, farqi yo'q. O'rtoqlar, layklarni bosamiz, obuna bo'lib qo'yamiz, poddeshka qilamiz. Xudo xolasa to'y xizmatlaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi chotki bo'ladi, nasib bo'lsa zo'r bo'ladi. Layk bosish esdan chiqmasin.